оскорбляй людей. O'zbekistonda sanmi o'zbekcha gapirsan? По-узбекски переведи ему, что я сказал, не оскорбляй людей. Переведи мне. So'kmangizlar deyapti. Roshan deganimiz sizni bilan aytyapti. Amaliyotda bizlar yasagan latokka urib qo'l bilan sindirib yotibdi. Inangni omiga sindirasanmi desam, shoti bilan aytyapti. Mana hozir kelganani bizlar qurgan latokka urib sindirib yotibdi mana. Ha bitta gammoni bor oldida sizga syomka qilib yotibdi. Aynan sizga kunta o'ris bachcha. Вот урус бача. Хорошо, давай. Помогай! Syomka qilyaptimi? Дай телефон отдай. Syomka qilyapsanmi? Telefonni bering. Телефон отдай.